kim mani zikrimdan bosh tortsa, yuz o'girsa, mani zikrimni qilmasa, albatta unga tang tor maishat bo'ladi. Bu dunyodagi hayoti faqat torlikdan, badbaxtlikdan, shaqovatdan iborat bo'ladi. Allohning zikridan uzoqda bo'lganligi uchun. Bu dunyodagisi yetmaydi, balki oxiratda deydi Alloh taolo, biz uni ko'r holida tiriltiramiz. Ko'r har yoqqa o'zini uradi. Ko'rmaydi, chuqurlarga tushadi, chiqadi, jahannamning qa'riga yo'l oladi. Allohning zikri buyuk baxt dedik. Iymonning haqiqiy o'lchovi ham shu. Parvardigor olam marhamat qilib aytadi: innamal mu'minuna allazina idza zukirallohu wajilat qulubuhum va idza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan va ala robbihim yatawakkalun. Shudir, shundan o'zga emas. Ta'kid aytaman, boshqa gap yo'q. Haqiqiy mu'minlar shunday kishilarki, agar Alloh zikr qilinsa, qalblari larzaga tushadi. Agar Allohning oyatlari ularga tilovat qilinsa, iymonlari ziyoda bo'ladi. Va Robbilariga tavakkul qiladilar. Haqiqiy mu'min bo'lish uchun, Qur'onda ta'rif kelgan iymonli shaxs bo'lishi uchun ushbu oyatda 3 ta buyuk sifat zikr qilinmoqda. Bittasi, Alloh zikr qilinganda qalbi titroq bosadigan, larzaga tushadigan inson bo'lsa, ana shu haqiqiy mu'min. Allohning nomidan unga bir narsa aytildimi, darrov Allohning buyukligini, Allohning ulug'ligini his etadi butun vujudi bilan va larzaga tushadi va o'sha buyruqni qilishga o'tadi. Alloh mo'min bandalarini namozga buyurgan, namoz farzdir degan zikr kelsa, darhol namozga o'zini uradi. Allohning nomidan qanday buyruq aytilsa, shuni bajarishga qalbi larzaga tushgan holda shoshiladi.